Assalomu alaykum Ersak oilam. Hammalaringiz sog'mi? Kunlaringiz yaxshi o'tdimi? Men bugun sizlar bilan xursandchiligimni bo'lishmoqchi bo'ldim. Men ham yaxshi niyatda 20 bal zakaz urgan edim. Bitta pastelni bilyo, bitta mana yangi kelgan qora kofidan, qora qutili kofidan zakaz urgan edim. 20 bal bo'ldi. 15 ta sovg'a berdi 20 balga. 5 ta ramashkali suyuq sovun, 5 ta qora sedana krem, 5 ta makavoy masla. Ersak korporatsiyasini bizat O'zbekistonga kiritib kelgan Sanobar Asqarovnaga ham rahmat aytaman. Ersak korporatsiyasi Shedriy korporatsiya 2 ta zakaz qilganda 15 ta sovg'asi bilan beribdi. Bizga anchaga arzonga kelyapti. Ersak nomer 1. Ustozlarimga ham rahmat. Sarvinozga rahmat. Gulsaraga alohida rahmat. O'ngizlar, mana bu qora kofidan olib ichib ko'ringizlar, juda ta'mi yaxshi ekan. Men ochib ichib ham ko'rdim o'zi. Ersak nomer 1. Hammaga rahmat.